Assalomu alaykum. Ahli YouTube, assalomu alaykum. Hammalarga juma saidul ayyom, hajjul masokim muborak bo'lsin. Allohga hamd bo'lsin. Mana yana sizlar bilan diydor ko'rishib turibmiz. Aziz ahli YouTube, bugun sizlarga yaxshi joyimizdan yer hisobida yer uchastkamizni obzorini qilib o'tamiz. Bu joyimiz qayerda desanglar, Toshkent viloyati O'rtachirchiq tumani Aranchi mahalla fuqarolar yig'ini Aranchi ko'chasi 62-xonadonimizdan o'zlari yashab turgan uy-joylardan qisman bo'lib 6,5 sotikni sotyaptilar. Xudo xolisa mana mana shu 6,5 sotiga eng zo'r narx, super narxda o'zim mana 1 soat bo'ldi kelganga savdolash, talash tortishib, sizlar uchun $12,500 do'stlar. Kimga ma'qul kelsa, xudo xolisa aloqaga chiqib, bemalol kelib ko'rib, sotib olib, uy-joy qilsanglar, Alloh bizni sabab qo'ysa ajramiz. Kuzatishda davom etamiz. Mana do'stlar, xudo xolisa hamma xat hujjat ideal, cho'tki joyda. Sizga mana shu qo'shinda, mana mashina turgan joyda, mana bu qo'shinda to darvoza, xudo xolisa mana ko'chalarimiz yangi mahalla. Mana bu yoqlar polni asfaltdan kirib kelasiz. Bu yangi uchastkalar ekan. Toshkent shahriga mana shu xonadonimizdan 28 kilometr yo 29 kilometr, 30 kilometr chiqmaydi. Tuman O'rtachirchiq tuman markazi mana shu joyimizdan 4 kilometrmi? Adashmasam yo 5 kilometr O'rtachirchiq tuman hokimligi. Qorasuv daryosi, xullas gaz, suv, svet mana ko'rsating, internet tarmog'i, qo'ni-qo'shnilar ahil mana yerdan nechta joy qo'ygan bo'lsam sotilgan. Mana Toshkent shahridan kelib istiqomat qilishyapti. Juda ham zo'r. Ichimlik suvi, gaz, suv, svet, internet, maktab, bog'cha, poliklinika, hamma sharoitlari bor, juda ham yaxshi mahalla, yangi mahalla. Mana do'stlar, mana shu fundamentlari qo'yilgan, mana shu darvozani kalitkasi o'zlari kirib chiqishga qoladi. Mana shu eniga 8 metr bo'ldi. Mana shu darvozani bu burchagigacha xudo xolisa sizga beriladi. Qo'ni-qo'shnilar ahil, inoq, juda ham zo'r. Mana keling ko'rsating. Mana 5,5 ga 3,5 ichini o'zi mana shu fundamentlari bilan quyilgan, 1 metrdan baland qilib quyilgan ekan. Bu o'tirib cho'kkani, xullas tayyor 3 xona, 1 menki uy joyi bor. Xudo xolisa ko'tarib yopib bitirib yashasanglar bo'ladi. Mana 3,5 ga 3,5 yana bitta xona. Bu yoqda 5,5 ga 3,5 zal qilsangiz, xolisa spalni. Mana bu yerda ham xuddi shunaqa 3,5 ga 5,5 yana bitta xona. Bolalar xonasi xolisiz. Mana bu yerda sanuzel, dushoviga перегородкалari quyib, hamma sharoitlari qilib qo'yilgan. Xudo xolisa kimga ma'qul kelsa, mana перегородка nay tarafi dushovi, bu yog'i umvalnik, tualet, xullas hamma sharoitlari bor. Hovlimiz tashga qilingan. Mana shu mashina kiradigan darvoza sizga qoladi. Gaz mana ko'rganingizdek gaz bor. Mana stalbada internet, svet, gaz, maktab, bog'cha, poliklinika. Xudo xolisa mana rayonimizga, qo'shni rayon bilan shunday chegaradosh joyimizda xalqaro aeroport ko'chib kelyapti. Hokimiyat ko'chalar asfalt, juda ham zo'r mahalla do'stlar. $12,500, 6,5 sotik joy. Fundamentlari 3 xona, tayyor fundament, mana bunaqa tualet, dushovi, mana yana sizga tayyor tandir o'choqlari bilan usta olib kelib uy-joy qilaman. Siz ham bemalol xudo xolisa mana tandir o'choq, bemalol ovqatlarni pishirib, non-pon, xullas bemalol usta boqsangiz bo'ladi. Ko'rayotgan narsangiz hammasi o'zining joyida qoladi, xudo xolisa. Mana yerlari juda ham zo'r. Mana bu yerda kachalka ham bor va suv bor. Suvdan bu yerda eng zo'r suv mana shu mahallada. Artizon suv chiqadi, bu 300 metrdan juda ham zo'r. Mana yerlarimiz unumli. Bemalol foydalanasiz. Dehqonchilik, chorvachilik, xullas hamma tomonga qulay bo'lgan juda ham zo'r joy. Mana ko'rsating. Uzunasiga 80 metr do'stlar. Uzunasiga 80 metr. Yerimiz yaxshi, suv chiqadi, ariqdan ham, motordan ham xolisiz bemalol. Asosiysi qo'ni-qo'shni ahil, inoq, juda ham yaxshi mahalla. Toshkent shahri 30 kilometr, grubi olganda 30 kilometr deylik. Xullas Qorasuv mebelchilar sitisi 8-10 kilometr. Chiqar yo chiqmas, xullas O'rtachirchiq tuman hokimligi, yangi qurilayotgan xalqaro aeroport, xullas bu yog'i kuchli neftiy baza, Nurafshon, xullas hamma joyga qulay bo'lgan juda ham zo'r. Mana yeridan dehqonchilik, panni, mani qilgan o'zingiz ro'zg'oringizga bemalol agrot ham bor. Olgan odam xudo xolasa baraka topadi. Mana itni qarang mana. Himoyachi zo'r itlari ham bor ekan mana.
kelishsanglar bonusiga berib ketadi, xudo xolisa. Mana kachalka suvi bor. Ko'rsatdingizmi? Kachalka bor, suv. Oshxona bor, tandir o'choq degandek, xullas sharoitlar yomon emas. Mana fundamentni balandligi hozir o'zida bir 1 metr bor. Bemalol, 1 metr. Mana bu tualet, dushovый, xullas. Juda ham zo'r. Olgan odam baraka topadi. Mana shu fundamentni qo'yishingizga ham, agar fundamentni qo'yishingizga ham kamida bir 4000, 3000 dollar pul kerak hozirgi kunda. Xudo xolisa olgan odam pulingiz o'zingiz bilan qoladi. Mana fundamentlarimiz zo'r. Mana o'sha yerdan ko'rsataymi, bunda sekinroq yurib keling mana. Juda ham zo'r. Mana gaz bor. Qo'ni qo'shnilar ahil, inoq. Mana shu hovli, siz ko'rayotgan hovli mana shu kalitkadan buyog'i hammasi sizga qoladi. O'sha yerdan oling, uzoqroqdan oling dedim. Mana do'stlar. Mana qo'ni qo'shnilar ahil, inoq. Mana qo'ni qo'shnilar, mana ko'rsating. Mana mahallada gaz, suv, svet, internet ikkitalab bog'cha bor, maktab bor ikkitalab, yosh bolalarning maktabi, kattalar maktabi, xullas chorvachilikka hamma joyga xullas qulay. Shuna mana shu ko'chadan shundoq bir 150 metr yursangiz asfalt ko'cha. Endi bu yerlar mana endi asfalt bo'lar ekan, juda ham zo'r sharoitlari. Endi puliga xudo xolisa ajamas. Inshaalloh biz sabab bo'lib musofirda uy-joy qilaman deb yurgan aka-uka, opa-singillarimiz juda ham ko'p. Juda ham ko'p. Pullari kam. Ko'pchilik insonlar aloqaga chiqadi. Ukam, aka, mana bunaqa pulim bor, mana bunaqa joy yo'qmi deb. Ana o'shaning uchun shu videolarimizni ko'rib, like bosib, kommentariy yozib, qo'lingizdan kelsa tarqatib qo'yinglar. Xudo xolisa qaysidir yurtdoshimizga sabab bo'lib qolamiz. Hammalarga juma ayyomi muborak bo'lsin. Alloh muborak qilsin. Yaxshi yerda ko'rish nasib qilsin. Sog' bo'linglar.